Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Mana bugungi video vlogimizda bir ukamiz kelgan, Jahongir ukamiz servis orqali kelib, hozirgi kunda bir nechta vakansiyalardan ish topdi va shu boladan bugun intervyu olamiz. Ya'ni qanaqa holatlarda Dubayda taassuroti bor va ish topish oson bo'ldimi yoki qiyin bo'ldimi? Balkim bu topgan ishi yaxshi yoki yomonligini o'zidan bir eshitamiz. Qani unda bir videomizni boshladik. Xo'p, avvalambor uka, biz obunachilarga o'zingizni qisqacha qilib tanishtiring. Ya'ni ismingiz, qayerdansiz va qachon keldingiz Dubayga? Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat kattakon mana shu taklif uchun va meniki ismim Jahongir. Namangan shahridanman. 7-kuni menimcha keldik. Undan oldin Nodir akani YouTube'dan ko'rib, hamma videolarni qiziqib, ancha niyat bor edi, kelish niyatimiz bor edi. Keyin nasib 7-kuniga ekan. 7-kuni keldik. O'zlari kutib olib, joylar bilan ta'minlab, turib berdilar. Keyin va eng asosiysi tavsiyalar, ya'ni misol uchun mana shu qayerlarga topshirish kerak, nima yo'nalishda bo'lish kerak, o'sha bo'yicha tavsiyalarni berdilar. Shu bo'yicha 7-kundan kunimiz boshlandi Dubayda. 7-oktyabr kuni ukamiz kelgan. Xudo xohlasa mana kelganingizdan keyingi holatlardan boshida keling, ozgina qisqacha aytib o'tamiz servisimizda. Ya'ni sizni kutib olish, ya'ni va'da qilingan narsalar ko'pchilik mana ko'rdingiz, men ishga olib kirmadim bu bolani. Yo'lini ko'rsatdim, o'zini kuchi bilan, o'zini mehnati bilan ish topdi. Ko'pchilik ish topib bering deb murojaat qiladi, lekin men ish topib bermayman. Faqat maslahat. Mana o'zi harakat qiladi bola, o'zini natijasiga ko'ra erishadi bir narsaga. Ya'ni o'zi buni o'zini yordamida topgan. Ya'ni shu jarayon qanaqa bo'ldi? Ya'ni siz keldingiz, kelganingizdan keyin mana bir kun dam oldingiz. Dam olgandan keyin men sizga nima va'da berdim? CV, to'g'rimi? CV'ni qilganimizdan keyin bu yog'i ukamizda hamma gap, ya'ni qanaqa holatlarda bo'ldi? Uyda yotib qildingizmi yoki onlayn faqat apply qilib, ya'ni uyda topshirdingizmi yoki yurdingizmi atroflarda? Shu qanaqa bo'ldi? O'zi asli baribir birinchi o'rinda maslahat berdingiz. Ya'ni qanaqa odam bilimiga qarab yoki tajribasiga qarab tavsiyalar. Bizda hozir asosiy o'zingiz ham aytganingizdek, sales bor va undan tashqari o'sha ofitsiantlik va ana shunaqa ishlar bor. Endi bizda hozir tilimiz bor, ingliz tili, rus tili yo'nalishlarimiz bo'lgani uchun salesga harakat qilib qo'yinglar deb aytdingiz va biz har tomonlama ham internet tomonlama, ya'ni onlayn qolmagan, ya'ni umuman hamma saytlardan foydalandik va hamma ishlarga topshirib chiqdik. Undan tashqari asosan kechki payt u ish bilan shug'ullansak, kunduzi polnisda mana shu Dubai Mall yoki mana shu Emirates Malllarimiz yoki Hills Mall, shu mana shu eng mashhur joylarga hammasiga kirib, CV'larni tarqatib chiqdik. Asosiy mana shu 5-6 kun, mana shu bir hafta faqat salesga urg'u berdik. Undan keyin bizda to'g'risi ozmoz qanaqa kayfiyatimiz tushish bo'ldi, sabab intervyularimiz hali kelmayapti, topshiryapmiz, harakat qilyapmiz. 100 tadan oshiq topshirib yubordik. Onlayn ham, undan tashqari offlayn ham bizda vizitkalar ham juda ham ko'payib ketdi, lekin intervyu yo'q. Keyin o'zlari ham aytdilar, yana harakat qilib qo'yinglar, agar bo'lmasa, o'shunda vaqtingni yutqazmaslik uchun waiterlikka uraverasizlar deb aytdilar. Keyin o'sha ikkinchi haftadan oshxonaga ham qiziqishni boshladik, lekin o'zi bizda intervyular kelishni boshlagan ikkinchi haftadan. Sirazi kelmas ekan, ular baribir ko'rib chiqqungacha vaqt olar ekan bu narsa. Ikkinchi haftadan o'zi bizga har xil intervyular chaqirilishi, ya'ni suhbatlar chaqirilishi boshlandi. Shu bilan ikkita uchtasiga borib ko'rdik. Undan tashqari oshxonaga ham kirib chiqdik. Keyin uzog'i 10 kunga qolmagan muddat ichida yaxshi takliflar kelishni boshladi. Eng asosiysi bu yerda baribir bizni men bilishim bo'yicha 50-50, ya'ni tanish bilish 50% va undan tashqari omad deymiz. Omadga ham bog'liq, chunki 100 ta 200 ta CV'lar baribir ko'rayotganda uning ichidan chiqib qolishi baribir bu omad. Endi bu omad yaxshi bo'lishi uchun Alloh taolodan yaxshilab so'rab, duoni yaxshi uydagilardan olinsa, inshaalloh anchagina oson bo'lar ekan bu yerda. Keyin shu orqali 10 kundan keyin yaxshi ishlardan offerlar kelishni boshladi. Birinchi offeringiz nimadan keldi? Xo'p, birinchi offerimiz o'zi asli salesga topshirganmiz, lekin sales bo'lmagandan keyin oshxonaga topshirgandik. Oshxonada borishimiz bilan sirazi qol bizga dedi va bir kun sizdan ko'raylik deb turib, o'sha kunning o'zida biz trial dedi, ya'ni kunlik ish, ya'ni sinov muddati unda ishlab ko'rdik. O'sha ertasi kuni senga offer jo'natamiz. Va offering deb turib jo'natdi offerni. Undan keyin bizga ikkinchi offerimiz bu salesdan keldi, ya'ni Zara. Zara brendidan keldi va bizga u yoqdi.
chunki offeri o'zi asli birinchi o'rinda yoqmagandi, chunki offeri bergan summasi kamroq edi. Summasi kamroq edi. Undan keyin asosiy intervyular keyin bo'ldi, ya'ni Zoom orqali bo'ldi, alohida programma orqali. Undan keyin 2 barobar ko'proq oylik taklif qildi intervyu o'tganimizdan keyin. Xo'p, mana qarang. Endi sizga bitta narsani aytaman. Undan tashqari yana boshqa offerlar bo'ldimi, bo'lmadimi Zaradan keyin? Zara o'sha offer kelgandan keyin biz to'xtamadik, baribir topshiraverdik, boshqa yana yaxshi imkoniyatlar bo'lib qolsa deb. Undan keyin Nike'dan ham bizga offer keldi. Nike o'zimizga yaqin bo'lgan joy, u ham yaxshigina offer berdi. Zarada ham bizda offerimiz ham bor deganimizga oilani ham deyarli bir xil qilib berdi. Bizga endi baribir brend bo'yicha va keyinchalik o'sish niyatimiz bor. Maslahatini qildik, maslahatini berdingiz, yaxshi. Rahmat kattakon, hamma imkoniyatlar qilib berganingiz uchun. Keyin bitta qarorga kelib, Zara to'xtadik. Xo'p, endi mana yangi kelmoqchi bo'lgan bolalarga umuman nima tavsiya berasizlar? Ko'plab insonlar qiziqadi. Shu sohalarga kirmoqchiman, masalan, Dubayga borib ishlayman deganlarga nima deysiz? Qanaqa holatda kelgan bo'ladi? Ya'ni o'zingizga shaxsan fikringiz. Bu yerda yeb ichishlari, sharoitlaridan kelib chiqqan holatda mana 1 oy bo'ladi yaqinda, уже vizalar chiqdi, hamma yo'qlar bo'ldi. Zarada ishlaydi. Bu bolalar xudo xolasa inshaalloh yaxshi joyga kirishdi. Sababi ingliz tilisi yaxshi va o'ziga bir ishonishi, bir harakat qilishdi. Natijasi shunaqa bo'ldi. Ya'ni harakatda barakat deydi-ku. Bular harakat qilishdi, natijasini ham Alloh berdi. Endi siz nima tavsiya berasiz? Men ko'p tavsiya berganman yoshlarga. Siz o'zingizning fikringizda nima deysiz? Xo'p, endi birinchi o'rinda bizda bo'lgan narsa bu, men o'zimda bo'lgan narsa birinchi kunda kelib, chunki biz o'zim o'quv markazim bor, undan tashqari bizlar top turishimiz yaxshi bo'lgani uchun bu yerdagi summalar ozgina kamdek ko'rindi boshida. Bu yerda shunaqa ekan, ya'ni tajriba orttirmoqchi bo'lgan odam uchun imkoniyat juda katta ekan. Boshlanishga to'g'ri kamroq summa taklif qiladi, lekin o'sha summa ham O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq, 2 barobar desak ham bo'ladi. Va u summani keyinchalik vaqt o'tgan sari kuchaytirib borsa bo'ladi. Ana shu tomonlama juda yoqdi. Ya'ni misol uchun 1 yil bu yerda yurgan odam anchagina yaxshi darajaga chiqib olsa bo'ladi. Shu sababdan xohlagan imkoniyatlarimiz bor. Ya'ni har xil kasblarimizda agar shu yerda karyera qilmoqchi bo'lgan odamlarga Dubay eng zo'r variant deb o'ylayman. Va o'sha boshlanishiga ozgina karyeraga vaqt sarflansa inshaalloh keyinchalikka yaxshi natijaga chiqib olsa bo'ladi. Avvalambor baribir birinchi o'rinda Alloh taoladan so'rab, uylardan duoni olib, nasib qilib harakat qilinsa, Allohdan sababini qilinsa inshaalloh bu yerda imkoniyat bor, katta ekan. Ko'rdinglar, agar Dubayga kelmoqchi bo'lsanglar, shu niyatinglar bo'lsa, agar til biladigan bo'lsanglar, umuman cho'chimasdan hozir sezon, maygacha sezon bo'ladi. Omadinglarni kelib bir sinab ko'rsanglar bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa servis kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Telegramim nr.chef-uzastroga yozishinglar mumkin va sizlarga ham xuddi shu bolaga yordam berganimiz kabi yordam beramiz va inshaalloh Dubayda ko'rishguncha mayli xayr. Sog' bo'lasizlar. Rahmat sizga.